taksi bosh o'ynaymiz. Bu degani Roblox o'yinidagi taksi bosh. Taksichilik qilib, xohlasangiz kompaniya ochasiz, xohlasangiz boshqa narsa. Men noldan boshlamayman, chunki men buni ko'p o'ynaganman. Bu yerda ofislar bor. Mana o'zimning kompaniyam bor. Mana kompaniya. Kompaniyada bo'lsa yozilganki Behruz 77708 deb yozilgan. Bu yerda odamlar kofe ichib ketishga joy. Mana lekin devori yo'q, odamlar o'lib qolsa kerak. Bu videoga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Mana bu yerda ham ishchilar bor. Bu ishchilardan nima so'rasa bo'lar ekan bilmayman. Faqat men buni bilaman. Mana ishchilarim bor, mana ishlaydi hammasi. Hali pul olib keldilar. Hammasi pul keltirish kerak. Mashinalarimni ko'radigan bo'lsanglar, reytinglar bor. Mana bu yerda Bugatti, mana bu yerda Gelik, mana bu yerda qanaqadir mashina. Korotchi pulim $511,000 demayman. Bemalol bora olaman do'konga va narsadan mashina sotib olishim mumkin bemalol. Bu yerdan pastroqqa tushamiz. 222,705 dan ko'ra. Mashina olmoqchiman, mana buni olgim kelyapti. Menga o'zimga chiroyli ko'rinyapti. Buni bundoq qilsak, qop-qora qilib qo'ysa chiroyli bo'ladi. Hammaga har xil. Mashina qora bo'lgani yaxshi ekan. Buni sotib olamiz. Yaxshi. Endi pastroqqa tushamiz va buni ham bemalol sotsak bo'lmas ekan. Yuramiz. Mana bu nima? Dadajon 964. Yangi mashinamizga endi minamiz. Mana bu yerdan borib buldirlarni olib yuramiz. Buldirlar menga kerakli. Hammanglar bilsanglar bo'ladi. Meni kompaniyamda. Mana sizlar qanaqa qilib kompaniyani kuchaytirishni o'rganishinglar kerak. Mana hamma narsalar ko'rib turgan bo'lsanglar, qum, taxta, oynalarni oladigan bo'lsanglar, buning uchun sizlar buldirni tashishinglar kerak. Mana bu yerda xaritani aylanishinglar kerak va mana bu tepada qo'li ko'tarib turgan bola, bu shuncha odam tashishingiz kerak. Mana o'zim 11-levelga kelganman. Agar shularni bajarsangiz pul ham beradi, yangi ishchi ham beradi, yangi joy ham ochadi. Buni hozir sinab ko'rishimiz ham mumkin. Hozir mashinaga o'tiramiz. Buldirlar mana bunaqa joyda bo'ladi. Buldirlarni birinchisi mana bu yerda, keyin bu yerda. Atak bu yerda eng ko'pi mana bu yerda bo'ladi, adashmasam. Men chunki ko'p joydan olaman buldirlarni. Buldirlarni negadir ishlamayapti. Bunaqa turib keyin bo'ldi. Endi men mashinamga o'tiraman, keyin minaman. Yana yuraman. Bu yerda yaxshi mazza qilib o'ynashinglar bo'ladi. Xohlasanglar o'rtoqlar bilan, xohlasanglar bitta o'zinglar. Bu korotchi eng qiziquvchan, eng zo'r o'yinlardan bittasi. Bemalol pul yig'ib mashina olasizlar, ko'rdinglar, kompaniyam ham bor. U yerni rivojlantirasizlar. YouTube kanalida yaxshi videolardan bittasi bu ham. Ko'rsanglar bo'ladi. Endi men yaxshi bilmayman buni nimasida qanaqa qilishlarini. Roblox taksi bosh deb yozsanglar YouTube'da chiqadi. Ular o'ris tilida bo'ladi обязательно. Bu yerda men hozir buldirlarni olib, bu yerda o'g'irlar ham bor. Va bittada buldir topildi. Endi bu buldirni olib borib qo'yishim kerak. Mana 705 mashinamda qani gazini bosaman. Bu xuddi va xatochilik qildim. Nima deyotdim? O'rischada bo'ladi, qoidalarni o'rgatishadi. Shu nimadir tersang kompaniya rivojlanadi. Xuddi menga bu o'yin xayolim keldiki, kompaniyam rivojlanadi deganda bu xuddi Yandex Go'ga o'xshar ekan. Vaqti qiziqarli o'yin. Gazini ham bosamiz. To'rimiz bu driftmi? 3 marta.
yo'llarni kesib o'taman. Agar o'g'irlarni oladigan bo'lsalar bu videoda deb adashib ketdim. Bu o'yinda agar o'g'irlar ham bor, taksichilarda. Agar ularni ham oladigan bo'lsalar, sizlarni ana 2 ta oyna berdi. Demak, oynamiz o'tanaqasiga yetdi. Keyin yana bundoq qilasizlar kompaniyada mana. Yana hali bor ekan 2 ta. Demak, men bundoq qilasizlar. Yana xaritani bosib turibman. Mana bu yerda xarita degan joy bor. Shu yerda yana qizilni bosasizlar, yana o'sha yerga qaytasizlar. Bemalol, yomon oson ish, qiyin emas. Mana bu yerdan ham o'tib ketsa bo'ladi. Bundoq qilsalar bo'ladi. Shuncha yo'lni kesib o'tgandan ko'ra, to'g'rimi? Hop, bundoq qilib yuraverasizlar, kompaniyani ham bemalol rivojlantirasizlar. Bu kompaniya yaxshi. Zerikib qolmaysizlar bu o'yinda, xullas. Zo'r mashinalar olib menga yana bitta buldir kerak. Bu buldir emas, bu qanaqadir anaqa, mana bu bitta buldir. Buldirni qayerdan tashlayman? Buldir ham lokatsiyaning ko'prikdan o'tgan boshqa rayonga boryapti-da. Bu videoga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa Roblox videolarini ko'p ko'rsanglar bo'ladi. Menda har xillar bor. Xohlasanglar FIFA qo'yaman, xohlasanglar stand-up, xohlasanglar Roblox, xohlasanglar Brawl Stars. Bu meni obunachilarim atigi 27 ta. Jajjigina blogerman. Unaqa ko'p obunachilarim yo'q. Lekin men borimni berib video olishga harakat qilaman. Lekin bilmayman, boshqa YouTube kanallar bir kundami, bir oydami, 19 soatdami mintaga erishsa men erishmayman, bilmayman uni ham. Bu ham sizlarning qo'lingizda hammasi. Mana bu o'ldir endi menga nima beradi? Bir xillari pul beradi. Qarg'ab yuborsa ham bo'ladi ularni. Yoqimsizlar. Короче, tormozni bosamiz. Voy, bitta turba berdi menga. Nima keragi bor buni? Mayli. Yana buldirlarning uyiga boramiz. Buldir. Buldirlarni mamtanam topsa bo'ladi, adashmasa. Endi lokatsiya sizam xarita sizam bemalol bora olaman. Bu videoga qani men bitta narsani sinab ko'rmoqchiman. Videodan ko'p obuna yig'ladimi yoki ko'p laykmi? Buni ham bemalol kommentariyada yozib ketinglar. Yana Robloxda nima derdi? Robloxda qanaqa o'yinini o'ynashimman bemalol kommentariyada yozsanglar yoki rasmini tashlasanglar, men sizlarga bittada bemalol qilib bera olaman. O'sha video haqida video olaman. Xo'p. Endi mana bundan ko'prikning tagidan o'tamizda bosh aylanib boramiz ko'prikka. Hop, video olinyapti. Hop. Mana bu dengiz, mana bu klientlar bor. Men bildirma? Ya bildirmas ekan. Ishonib ketdim men. Ana ko'prik. Bu boshqa ko'prik bo'lsa kerak, adashmasam. Boshqa ko'prik ekan. Adashmasam o'sha rayonga qaytib boryapman. Yo'q, yana boshqa joyga borib qoldim. Endi xarita urishga majburman. Xaritani ham ko'raman. Vaqtga ketib qoldim. Aylanib boramiz deb aylanib ketib qolamiz. Bular boshqa vaqtga 3-mi, 4-chi rayonga kelib qolamiz. Atak yaxshi hammasi. Videoni ko'rsanglar bo'ladi, ko'rmasanglar bo'lmaydi. Uy, nima? Parkovka qo'ydi. O'zini o'zi parkovka qo'ydi. Bitta gazini bosib g'ang'illatib ketamiz. Taksi bo'lsa birinchi marta olsam, sizlarga prosta ko'rsatib bermoqchimanki, xuddi o'shani qilinglar-da.
Men bu qoidalarga rioya qilmay bemalol buzib ketishlar bo'ladi. Men asabimga tegadi, bular bemalol buzib ketaman. Yoqmaydi. Men bitta to'rtimizda boshqa bulderlarni ikkinchi joyiga boramiz. Bu yerda oila asaylar bo'lar ekan. Ana bulderlar. Uy, bulderlarning ko'pligini. Qatta bu yerda bizaga hop. Biz shatga boramiz. O'zini keyingi joyiga borayotgan bo'lsa kerak mana. Parod qildik. Minus tarafi daraxtlar uramizlar. Keyin buni zo'r tarafi bor. Naq sela mashinalar buzilmaydi, remont qilishinglar shart emas. Yana gazini bos. Men bemalol ashula musiqalar ham to'qalayman. Roblox haqida ko'p man bitta video to'qiganman, keyin obuna bo'ling degan video ham musiqa ham bitta to'qiganman. Yomon emas to'rim. O'rdini ikkinchi hududiga ketishayotgan ekan bulderlar. Ikkinchi hududiga ketishayotgan ekan bulderlar. Bu yerda ish qolmagan bo'lsa bu yerga kelishadi. Yaxshi. Endi qara kompaniyani ko'ramiz. Yana nimalar yig'ish kerak? Xo'p. Qum yig'ish kerak ekan. Qaranglar, endi men teleportni bo'laman. Kompaniyamga. O'zi menga qaranglar. 12 minut ichida $10,000 pul olib keldi. Bolalar, keyingi videogacha ko'rishguncha, keyingi videoda ham xuddi shunaqa video chiqishini xohlasanglar, menga obuna bo'lib qo'yib, keyingi video demay, agar meni obunachim yana 5 taga ko'paytirilsa, men keyingi videoni o'zi 3 kundan keyin qo'yib yuboraman. Keyingi videolargacha xayr, ko'rishguncha bolalar.